Do'stlar, Zakanalda 5 etajli Novostroyka domimizning 2-etajida 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Kvartiramiz tak. Kirorish prixojasi, shkaf qoladi. Bu yoqda общий zal, ya'ni mehmonxona. Bu yoqda yotoqxona, kattalar yotoqxonasi. Bu yoq общий sanuzel. Bu yoqda yana bitta xona, bolalar xonasi qilib foydalansa bo'ladi. Shkaf, mebellar hammasi olib chiqib ketiladi. Bu yoqda oshxona. Oshxona ham chiroyli qilib jihozlangan. Bu yoqda xolodilnik olib chiqib ketiladi, qolgan barcha mebel texnikalar qoladi. Uyimizning narxi 29 ming deb baholandi. Uyimiz yoqqan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, do'stlaringizga tarqatib qo'ying.